Payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul Baqaga chiqib salom berdi. Ularda haqqiga duo qilib turganda payg'ambarimiz holi birdaniga bo'shashib ketdi. Ya Rasululloh nima bo'ldi o'tkazganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, hozir men oldimga Jibril keldi va aytdiki, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzi qo'l ostida bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot etolasiz, Parvardigorda huzurga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit terisiga sig'may ketdi. "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi? Tasavvur qilaylik-da, tirik bo'lganda nima bo'lardi?" deganda hech qaysi payg'ambar unga shu narsa taklif qilinganda dunyoda xatolagan emas dedi. "Valal axiratu xoyrun laka minal ula, val axiratu xoyrun va abqa." Ey Muhammad alayhisalom, oxirat hayoti bu dunyodan sizga yaxshiroq ham, boqiyroq ham. Oxirat bu dunyodan afzal dedi Alloh taolo. Agar yaxshi narsa bo'lganda Rasululloh tanlamasmidi? Birorta payg'ambar tanlamasmidi dunyoda qolishlikni?